isterim. Bu okem canavarlar bo'lib ishlayotganlar. Haqiqatan Toshkent hududida chumchuqlar qirib yuborildi. Bu ham qo'pol qilayotganda nafs uchun. Dodalarimiz ularni kappa qilib otishga yaxshi ko'rishadi. Qurtib olib, alyuminli trubkalar bo'lishadi, qilib yig'ib yurishadi. Yoshligimda eslayman chollar. Ayniqsa musichalar ham qirilib ketib qoldi Toshkent hududida. Faqat shu olaqanotlar qolib qoldi. Olaqanotlar qolib qoldi. Keyin shu yana bitta qirilib ketishga sababchi narsani bitta aytib beraman. Hozir ko'p kafelar bor, o'zim aytdingiz, chumchuq pishirib beraman, qaldirg'och pishirib beraman. Ochiqdan ochiq reklama qilishyapti do'stlar. Xitoyda 59-yilda juda katta talofat yetgan. Shu chumchuqlarni qirish uchun Mao Zedong ana qaror chiqargan. O'ylanmagan va monitoring qilinmagan qaror bo'lgan. Natijada juda katta xalq qirilib ketgan. Hasharotlar ko'payib, yeb tashagan hosilni. O'shaning uchun chumchuq yeyishda juda ehtiyot bo'linglar. Ayniqsa shunaqa reklama qilayotgan joylarni ogohlantiramiz. Siz nafaqat o'zingizga, balki butun bitta ekosistemaga zarar keltirasiz. Keyin kasalliklar, allergiya ko'payadi. Mana bu sizga men to'liqroq gapirib beraymi? Bizga bitta dona chumchuq 4 ta don yeyotgan ekan dedi-da. 4 tadan so'ng millionta don bo'lib ketib qoladi dedi. Ichi bilan kalamush qancha narsalarni yeb qo'yapti. Bugun hamma xalq kelishdida hatto chumchuqlarni qushlar ko'rsangiz taqalatib haydab yurasan. Shunaqa. Ular ko'p uchib yura olmaydi. Charchagan. Keyin og'ir yuragi yorilib bechara chumchuqlar o'lib o'ldi. Keyin nima bo'ldi? Hasharotlar ko'payib ketib qoldi. Hamma yoq bo'lib 5 million, 10 million inson qurbon bo'lishiga sababchi bo'ldi. Balki undan ham ko'p bo'lib ketgan. Hozirgi kunda Toshkent hududida asalarilar ham juda kamayib ketib qoldi. Nima uchun? Mana har xil luchlar bor, radio luchlar bor, anaqalar bor. Ekosistema uchun kerak. Daraxtlarni hadeb arilavermanglar. Kerak emas bu daraxt. Bu mana masalan eman. Bilasizmi, bizda necha tonna suv saqlab turadi? 6 tonna suv saqlab turadi. Bu sizob suvlardan, ya'ni charchoq joylarda spetsial shu eski paytlarda ekilgan. Charchoqlarni quritib, ildizda 6 tonna suv saqlab turadi. Tanlash kerak bo'lsa. Bunaqa daraxt bo'lishi necha yil vaqt ketadi do'stlar? 30 yil, 25 yil. Biz sraz o'stirib bo'lmaydi bunaqa. Do'stlar, bu tabiatni bugun siz bilan biz asramasak, ertaga bizning farzandlarimiz juda qiyinchilik holatlarga tushishi mumkin. Yevropada bir paytda ahmoq fanatizm paytli bo'ldi-da, mushuklar shayton yordamchisi deyishdi. Hamma mushuklarni qirib olishdi, o'ldirib olishdi. Bu tarixda bo'lgan, isbotlab berishdi. Keyin u hamma yoq kalamush voz ketdi. Aholining yarmidan ko'pi vabo kasalliklar tarqatib o'lib ketib qoldi. Chumani tarqatdi. Chuma tarqatdi. Kalamush, bu chuma, vabo kasalliklari men kitoblarda o'qib chiqqanman, kalamushlardan, gumron qoziqlardan, anaqalardan tarqatdi.